Erkak tanasining ayollar uchun eng jozibali hisoblanadigan qismlari. 3-o'rin aniq sizni hayratga qoldiradi. Biz erkaklar ko'pincha ayollarni qaysidir tana qismiga hayrat tariqasida ko'z yugurtirishga, ko'p ayollar kuniki bo'lishga. Biroq erkaklarga qiziq. Ayollar ham erkaklarning qaysidir tana qismini o'zaro muhokama qilisharmikin? Ishoning, ayollar tomonidan anonim berilgan javoblar orasida siz kutmagan erkakning tana qismi nomi bor. Haqiqatdan ham hech o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Aslida erkak tanasining qaysi qismi ayollar uchun eng jozibali hisoblanadi? Bu savolga javob topish uchun yopiq savolnoma o'tkazdik va berilgan javoblar rosti kutilmagan bo'lib chiqdi. Eng jozibali tana qismi siz o'ylagandek bo'lmasligi mumkin. Agar jozibadorlik kaliti boshqa joyda, biz har doim ham ko'rmaydigan joyda bo'lsa-chi? Erkak tanasi kuch va nafislik ramzini aks ettiradi. Biz buni aniq bilaklar yoki ajoyib nigoh deb ayta olamiz. Lekin yo'q, buni qarangki, ayollar orasida o'tkazilgan so'rovnomamizga kelib tushgan javoblarga ko'ra, eng ko'p ayollarni o'ziga jalb qiladigan erkakning sport bilan shug'ullangan tanasi, ko'cha tilida figurasi ekan. Bu savolimizga javob berganlarning taxminan 21% bu tana sohasi erkakning eng esda qolarli qismi deb belgilashgani sabab birinchi o'ringa chiqdi. Nima uchun? Ehtimol bu tana qismi tabiiy ravishda himoya, kuch va ma'lum bir mavjudlik tuyg'ularini uyg'otgani sababdir. Bunisi bizga ma'lum. Gap qat'iy mezonlar yoki go'zallik standartlari haqida emas, balki nozik signallarning kombinatsiyasi haqida bo'lsa ajab emas. Tik qomat, uyg'un tasvir, ishonchli bosh holati va boshqalar. Xulosa qilib aytganda, ishonch va do'stona munosabatni ilhomlantiradigan ko'rinish. Bu tana qismi shunchalik katta qiziqish uyg'otishi ma'lum bo'ldi. Ikkinchi o'rinni 17% javob bilan erkaklarning qo'l qismi egalladi. Bir qarashda ko'p narsani anglatmaydigan tafsilot. Ayollarning qariyb 17% erkaklarning qo'llariga alohida e'tibor berishlarini tan olishdi. Qo'llar yaxshi parvarishlangan, e'tiborli va xotirjam bo'lgan holda, ular ko'pincha ma'lum bir yumshoqlikni ehtiyotkorlik bilan birlashtirib ifodalaydi. Tashqi ko'rinishdan tashqari, qo'llar shaxsiy xususiyatlarga ishora qiladi. Ularga g'amxo'rlik qilish ma'lum bir noziklikni, aniqlikni yoki boshqalarga bo'lgan e'tiborni aks ettirishi mumkin deb keltirilgan. Bu fazilatlarning barchasi tashqi ko'rinishdan ancha uzoqqa cho'zilgan ahamiyatga ega. Bu afzalliklar nimani ochib beradi? Bu hayratlanarli reyting jozibadorlik mezonlari biz o'ylaganimizdan ancha nozikroq ekanligini ko'rsatdi. Klassik jismoniy stereotiplarga kamroq bog'liq bo'lgan ayollar tinch, kuch, ishonchlilik va nafislikni ko'rsatadigan tafsilotlarni afzal ko'rishar ekan. Masalan, tana xavfsizlik yoki barqarorlik hissini uyg'otishi mumkin. Shu bilan birga qo'llar g'amxo'rlik qilish, yaratish va qo'llab-quvvatlash qobiliyatini anglatadi. Hatto ishonchli holat yoki aniq belgilangan yelkalar ham rol o'ynashi mumkin. Chunki ularning barchasi insonning umumiy taassurotiga ta'sir qiladi. Boshqa sohalar haqida nima deyish mumkin? An'anaviy erkaklik xususiyatlari jamoaviy tasavvurda qolsa-da, ular endi yuraklarni tez urishiga sabab bo'ladigan yagona xususiyatlar emasdek tuyuladi. So'rovnomamizni 3-o'rnini 12% tanlov bilan umuman kutilmagan javob band qildi. Buni qarangki, so'rovnoma o'tkazgan ayollarimizning 12% erkaklarni beldan pasti va oyoqdan sondan yuqori orqa qismi dumba javobini band qilibdi. Natijalar hayratlanarli, ammo bu go'zallik va jozibadorlikni bir nechta qat'iy mezonlarga qisqartirib bo'lmasligini tasdiqlaydi. Idrok va haqiqat o'rtasidagi bu tafovut kutilgan natijalar va didlarning evolyutsiyasini namoyon qilsa ajab emas. Biz umumiy ko'rinishni, odamdan chiqadigan energiyani yoki uning ma'lum bir hissiyotini ifoda etish qobiliyatini ko'proq qadrlaymiz. Jozibadorlik yoqimli darajada oldindan aytib bo'lmaydigan sir. Eng muhimi, ushbu so'rovnoma shuni ko'rsatdiki, inson jozibasi hissiyotlar, instinktlar va madaniyatning nozik aralashmasidir. Ayollar oldindan aytib bo'lmaydigan,
yoki did jihatdan bir xil emas. Turli xil afzalliklarni namoyish etadilar. Va agar joziba aynan klassik standartlardan qochadigan mayda detallarda bo'lsa-chi? Bir narsa aniq, so'rovnomada ba'zan eng kutilmagan tafsilotlar eng kuchli taassurotlarni qoldiradi. Sizda-chi, siz yoqtirgan erkakni qaysi tana qismi o'ziga jalb qilgan? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Qiziqarli videolarimizni do'stlarga ulashing va kanalimiz rivoji uchun qilingan mehnatimizni kamtarona like orqali qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz.